Assalomu alaykum qadrdonlarim, barchalaringizga hurmatli yaxshimisizlar. Sizlarga noyabr oyida go'zal bog'chani ko'rsatishlikda kichik obzor qilishlikda niyat qildim. Bugun Sayyidul Ayyam Hajjul Masakin juma kuni bo'lishiga qaramasdan havo go'zal. Juma kuni bo'lgani uchun masjiddan baland qilib Qur'oni Karim tilovatini qo'yib qo'yishibdi. Qoyil qoldim. Mana masjidimiz minorasi. Mana shu masjid minorasi. Masjid hovlisida insonlar bor. Bir pasdan keyin, bir soatdan keyin salotul juma namoziga boramiz. Mana Bangkokda mashhur ko'prik ekan. Kechasi bir svitit qiladi. Raznasvetni rasvetkalar bo'ladi. Xuddi Koreyan tomida bu ham ochiq hovli ekan. Mana qaysi daraxt ekan, limon. Cherdagimiz deymizmi, tomimiz deymizmi, bog'chamiz deymizmi endi. Haligiga to'la gullarga. Shuni bir obzor qilay dedim mana. Ajoyib gullar. Limon daraxti ham bo'lishi mumkin. Havasim ketdi. Kiraydigan tor. Gullarimiz. Obzor mana bu gul rosa xushbo'y ekan. Mazza. Xushbo'yligi ajoyib. Gullar ochib, pastda ham juda ham ko'p gullar bor, ochilgan. Subhanalloh, bihamdihi, subhanalloh, astagfirullah. Ko'k sulton daraxtchasiga o'xshar ekan. Lekin ko'k sulton daraxtiga o'xshagan. Subhanalloh, bihamdihi, subhanalloh, astagfirullah. Ular nafis gul qanday ekan qani? Lolaga o'xshar ekan. Qur'oni Karim tilovatini eshityapsizlar. Mishar Rashdin o'qiyaptimi? Yoki bo'lmasam Sudays o'qiyapti. Alloh alam Sudays tilovatiga o'xshaydi. Al-Hafiz min Masjidil Haram Shayx Sudays au Mishar Rashdin. Birinchi Shayx Abdulbasit Abdussamad hazratlarimi deb o'yladim, yo'q. Shayx Abdulbasit Abdussamad misrlik hafizlar. Tilovatga amr ma'ruf ko'tdilar menimcha. Mana bizde gullarımızdan ekan, o'rtacha gullari bor. O'rtachada shunday gul ko'p. Mevalisi ham bo'lsaydi, mevalarni olib yesdik. Gulchani qarasizmi? Oltila gul chiqqan. Shunday qilib hordiq chiqarib turadi. Mana bu joy esa men joy namozim, masjidim hisob. Bu yerda namoz o'qiganda xuddi shu joyda ibodat qilaman. Muqaddas qiblamiz to'g'rida. Chunki bu yerda joy namoz tashamas ekan, tosh ustiga ibodat qilar ekan. Toshda iliq. Shu sababdan. Mana yerda xurmo daraxti ham bor ekan. Aravacha oldi mana. Xurmo daraxti nomi. Nima lövyami? Limonmi? Subhanalloh, limonga o'xshar ekan. Chungli bo'lib ketibdi. Shunday qilib Zamzamlar o'lkadan barchaga
Salom, yaxshi kayfiyatlar tilab qolaman. Qishda sovqotsalar, sizlar ham issiq o'lkaga marhamat qilinglar. Bitta maykada yurasizlar, menga o'xshab hozir bitta maykadaman. Menku maykada mana amaki esa butun ichini olibdi mana. Bu kishi ham shu yerda turisti. Ishtonchada o'tiribdi. Maykani ham ichib o'tib o'ribdi. Issiqlik qilgandan demak. Haqiqatan issiq. Hozir 28-32 daraja. Quyoshda ostida bo'lsa yana qizib ketadi. Mana bu yer buni bosib ko'rsam issiq. Iliq haqiqatan. Barchaga yaxshi kayfiyatlar tilayman. Sizlarga ham hafiz bo'lishlik, juma kuni go'zalcha Qur'oni Karim tilovat qilishlik nasib qilsin. Zotni menga ham nasib qilsin. Shayx Sudays Meshar Rashidi va Shayx Abdul Basit Abdus Samatday hafiz bo'lib Qur'oni Karimni to'g'ri tajvid bilan go'zal shirali tilovat qilishlik nasib qilsin. Amin. Allohu akbar. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. حسبي الله حسبنا الله ونعم الوكيل. على الله توكلت على الله توكلنا. Ana marif tugatdilar. Jumaga harakat qilib qusullarini olib kelaveringlar dedi shekilli. Tortinmasdan, shoshilmasdan. Bitta ijobat qilamiz unda. Aytganingizdek shifolik bo'lsin deb bugun juma g'uslini qilib ertaroq masjidga borib avvalgi saflardan o'rin joy olamiz. Mana endi tilovat boshlandi alhamdulillah, qaranglar. Anerga oldinga Mercedes bir ekan, qo'yil havlib ko'rib qoldim. Allohumma inni as'aluka buyursin zotni menga ham nasib qilsin. Klassika 70-80-yilda Mercedes turibdi ekan, qaranglar. Juda ham go'zal muhtasham, o'z davrini qiroli, o'z davrini sultoni bo'lgan mashina bu Mercedes-Benz 65-70-yilda Mercedes. Muhtasham bo'lib turibdi haligacha. O'sha tavrda Mercedes, subhanalloh. Mercedes bilan o'zgarmas buqaday bo'lib turibdi, mashallah.